Gajakli va gulli chakchaklarni tayyorlab, asablaringiz buzilgan bo'lsa, bu retseptni saqlab oling. Juda ham oson usulda bodroqli chakchak tayyorlashni boshlaymiz. Tuxumimizga ozgina tuzni solib, vinch yordamida yengilgina ko'pirtirib olamiz. Keragicha unimizni solamiz, yumshoqqina xamir quramiz. To'liq o'lchamlarini video tagida yozib qoldiraman. 20 minut tindirib olgan xamirimizni ko'rib turganingizdek qalingina qilib yoyib olamiz. Endi pichoq yordamida 1 santimetrli lentalar kesib olamiz. Lentalarimizga shu ko'rinishda unlarni sepib, maydalab to'g'rab olamiz. Chakchagimiz dum-dumaloq chiroyli ko'rinishi uchun qo'limiz yordamida shuna qilib bitta aylantirib olamiz. Xamirlarimizni hammasini shu ko'rinishda tayyorlab olamiz. Endi esa qizdirib, ozgina sovutib olingan yog'imizga solib pishirib olamiz. Shunaqa tilla rangga kirgandan so'ng chakchaklarimizni yog'dan suzib olamiz. Ko'rib turganingizdek, chakchaklarimiz shunaqangi yengil bo'ladi, ichlari g'ovak-g'ovak bo'ladi. Endi chakchagimizni chetga olib, uni qiyomini tayyorlab olamiz. Shakarga suvni qo'shib, biroz qaynatamiz. Xuddi shunaqa suvga solganingizda yoyilib ketmagan holga kelgandan so'ng asallarimizni solamiz. Asalimizni solib, yana 2 minut qaynatamiz hamda tayyor chakchagimiz ustiga quyib olamiz. Bitta yaxshilab aralashtiramiz. Men farzandlarim uchun tayyorlayotgan bo'lganim uchun men ozgina yong'oq ham aralashtirib bordim. Juda ham foydali va mazali aralashgan chakchagimizni endi qolipimizga solib, yaxshilab bosib presslab olamiz. Birozgina qolipda saqlaymiz va qolipdan yechib olamiz. Ustilarini esa o'zingiz xohlaganingizdek bezatib yeyishingiz mumkin. Bu chakchakni tayyorlab, umuman asablaringiz buzilmaydi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.